Salam dostlar, qanday ahvalinglar? Yaxshimi? Men Keshingo yana keldim. Saranglar qapti, men qizal ishga yurib dakitatan sizlar unda demanglar. Saq, kallam saq. Saranglar qandim. Dostlar, bugun sizlardan hal so'rab, ahvol so'rab, andiki mushritini olib o'tiribman. Bulutmu, atam sizden ayrılıp, özünün ana yurtidan ayrılıp, bana o'xshash musafir yurtida, musafir bulup yurayotgan aşu qarindoshlarım atab, musafir qarindoshlarım. Japa chekdinglar, armag'aysizlar. Uzalning kelgusi uchun tirishasizlar, tirishinglar. Bugun biz g'alaba qilamiz. Rahmat, hammangizni saqlaymiz. Gerçi biz nurg'un japalarni tatgan bo'lsakmi, nurg'un ko'z yoshlarni to'kkan bo'lsakmi, yiqilganmiz, to'xtaqanmiz. Bir o'rnimizda to'xtaqanmiz, tirishyapmiz. Aşı musafir qarindoshlarim, balki uyatmanglar. Chuqur bir natija qozonib, andikin yurtinglar qaytinglar. Mening ashundaq irodam bor, chuqur bir natija qozonib, ana yurtimga qaytaman degan. Yurtdan chiqishdan burun men ashunda deb va'da berib yinib chiqqan. Men natija qozonmoqchi hargiz ismayman yurtga. Tirishyapman, tirishib ketib barman, isrim nihoyatda o'ng'ishib ketadi. Ota-onamning qo'llashlari, urug'-uqqanlarimning, do'st-birodarlarimning, yani partiya yurtlarning qo'llashlari ostida mening ishlarim nihoyat o'ng'ishib ketadi. Gerçi oldingi bir mezgilda ancha-muncha qiyinchiliklarni boshimga o'tkazgan bo'lsam, lekin ta'sirlatmadim, tirishyapman. Gerçi bir ish qatim sizlarga yig'imni ko'rsatgan bo'lsam, lekin yalla sizlarga bek og'izlar etib yig'lab degandek unda bek yig'zalarimni ko'rsatmadim. Mening dadim bor, men yig'layman, lekin Mesela buraya aytgan, men Keshingo sizlar dadimni aytib, undan bek yig'imni ko'rsatganim yo'q, mening energiya taqatkim bor deb. Biz haqiqatan musafir atlib, musafir sallab yuriyapmiz. Musafir atlayapmiz. Çataq yo'q. Hech vaqas yo'q. İnsanning umrida ashundaq bir kunlarni ko'rib boqquluq, ashundaq bir azoblarni tatmoqqulik. Shu bir kunlarni ko'msa, adam. Ashundaq bir kunlarni o'tkazish. Andikin tavlanib, andikin yutimiz. Musafir qarindoshlarim, tirishinglar. Hammamiz birlik tirishaylik. Musafir atlayotgan shu qarindoshlarim hargiz bal qo'yatmanglar. Boshqalar bizni zangli qatmasin. Biz chuqur zo'r natijalar bilan qaytlaylik.